Bizda og'ir bemorlarning o'zi yo'q. Shuning uchun navbatchilik osuda o'tardi. Xuddi kecha navbatchiligim sabab tuni bilan kasalxonada qoldim. Soat 2lardan o'tganida tashqaridan shovqin keldi. Itlarning irillashi, akillashi va erkak kishining dahshatli chinqirig'ini eshitib, hamshira bilan tashqariga otildik. Ovoz qorovul Erkin amakiniga o'xshardi. Xayolimizda bitta savol: tinchlikmikan? Nega bunaqa yovvoyi tarzda baqiradi? Qorovulning ko'lbachasiga qanday chopib borganimizni ham bilmayman. U yerda hech kim yo'q edi. Shundagina ovozlar bog' tomondan kelayotganiga amin bo'lib, o'sha tomonga chopdik. Katta o'rik tagiga yetganimizda qorovulning o'zi paydo bo'ldi. Qorong'u bo'lgani uchun qo'l telefonlarimizning chirog'i yoqilgan. Nurni Erkin amakiga to'g'irladim. Uning hamma yog'i qon, yakdagi va shimi yirtilib ketgan. 10 chog'li jangari bilan yoqalashganga o'xshar, dag' qaltirar. Yaqinroqda esa hamon itlarning akillashi eshitilib turardi. Tinchlikmi deb savol berishim bilan 2 hatlab yonimga keldi. Shundagina uning qo'llarida nimadir borligiga ahamiyat berdim. Qarasam, undan ko'ra qaramaganim, ko'rmaganim yaxshi edi. Uning qo'lida hamma yog'i tishlab, bir oyog'i deyarli g'ajib tashlangan chaqaloq bor edi. Vrachman. Bundan battar ahvoldagi bolalarni ko'rganman desam, mubolag'a emas. Ammo hozir ko'zim tushib turgan manzara dahshatning o'zginasi. Uncha buncha odam qarab tura olmasdi. Qizim, qarang, balki tirikdir. Itlarning og'zidan tortib oldim. Jon bolam, yordam bering. Uni qo'limga olib ichkariga yugurdim. Murg'akkinaning ustidagi kiyimlar ilma-teshik bo'lib ketgan. Boldiri va yelkasidan tizillab qon ketardi. Muolaja xonasiga yetib kelib, chiroqni yoqdik. Tashqarida qorong'uda ko'rganimiz holva ekan. Taxminimga ko'ra, hali chillasi chiqmagan chaqaloqning birorta tishlanmagan joyi yo'q. Bel tomonida esa bir bo'lak laxta go'sht daftar varag'idek ochilib, qovurg'a va umurtqa pog'onasining bir qismi, asab va qon tomirlari ko'rinib turardi. Yurakchasi, o'pka va jigarlari joylashgan ko'krak qafasi ham ilma-teshik, yuziga ham tish izi botgandi. Bolada jon alomati sezilmasdi. Shunday bo'lsa-da, tez tibbiy yordamni berishga urinib ko'rdik. Hamshiralarga nima qilish kerakligini buyurar ekanman, ko'zimdan tirqirayotgan yosh to'xtamasdi. Qanday qilib bola bu ahvolga tushdi? Nega daydi itlarning yemishiga aylandi? Onasi kim, qani degan savollar miyamda g'ujg'on o'ynardi. Ammo jarrohlik stolida yotgan bu tilsiz, begunoh norasida javob berishga qodir emasdi. Klinikamiz yangi. Ko'p uskunalar o'rnatilmagan. Ammo chaqaloq ham o'lik-ku. Deyman-u baribir nimadir qila oladigandek hamkasbim bilan yuragini ishlatishga urinyapmiz.
tinmay Allohga yolboraman. Nima deyotganimni bilmayman-u. Ko'zim bolajonda, qalbim esa munojot bilan band edi. Jarrohni chaqirdik. Katta 40ga kirgan erkak izillab yig'lar ekan. Bu holatda kattalar ham tirik qolish dargumon, bekor urinyapmiz opa deb qo'llari qaltirardi. Qaltiramay, jarohatlaringni tik, u ko'p qon yo'qotyapti. Qaltirama. G'ayritabiiy ohangda yangragan buyruqdan so'ng jarroh o'ziga kelib, g'ajilgan oyoqchadan chiqib turgan qon tomirini qisqich bilan qisib ishga kirishdi. Bir unga emas, hammaga baqiryapman-u, bundan natija chiqishiga ishonchim tobora so'nib borardi. Hamshiraning qo'ng'irog'idan so'ng yetib kelgan ichki ishlar xodimlari ham bolaning holatiga qaray olishmadi. Bir muddat karaxt turishgach, endi kechligini ta'kidlab, tashqariga chiqishimizni va ishlariga xalaqit bermasligimizni talab qilishdi. Ammo shu vaqt mo'jiza ro'y berdi. Ha, mo'jiza. Mehribon Alloh, o'zingga shukr. Chaqaloq mushukchaning miyovlashiga o'xshagan ojiz sas berdi. Sun'iy nafas berilayotganimi, to'xtagan yurakni ishlatishga uringanimiz yoki iltijolarimizmi, bilmadim. U qanaqa kuch bo'ldi ekan, bolaning narigi dunyodan qaytardi. Uni jarohatlarini tikib, kerakli birinchi yordamni berdi-ku, ortiq ushlab tura olishga haqqimiz yo'q edi. Sababi klinikamiz xususiy, boya aytganimdek, yangi ochilgani uchun kerakli uskunalari yo'q. Yaxshi jihozlangan va ixtisoslashgan kattaroq kasalxonadagina go'dakning hayotini saqlab qolish mumkin. U nafas ola boshlagani bilan ahvoli o'ta og'ir edi. Ertalabgacha 7-8 tanishimni uyg'otib, bolaga qon uchun chaqirdim. Baraka topinglar. Kim ekanliklarini aytmayman. Odnoklassnikidagi 2 yigit ham bir og'iz gapim bilan yetib kelishdi va qon berishdi. Kasalxonamizga qaytganimda bu voqeadan hamma xabardor bo'lgan. O'z dardi o'ziga yetarli bemorlar ham biri qo'yib, biri bolaning ahvolini haqida so'rardi. Juda charchagan bo'lsam ham uyga qayta olmadim. IBga borib guvohlik berishimiz shart edi. Qorovulning oppoq soqoli titrab, haliyam ko'zlari nam edi. Men har 20 daqiqada qahramonimiz yotqizilgan kasalxonaga qo'ng'iroq qilib, hamkasblarimni savolga tutaman. Biz holat bo'yicha tushuntirish xati yozib bergunimizga qadar bechora norasidaning onasi ham topilibdi. Men go'dak noqonuniy tug'ilgan, gunohning mevasi shuning uchun tashqarida qoldirilgan va itlarga talangan deb o'yladim. Adashibman. Uni tuqqan hayvon birovning xasmi haloli nikohidagi xotin ekan. Nima uchun kichkintoy bu ahvolga tushganini so'rarsiz? Kelinchak Rossiyaga ishlagani ketgan eri telefonda sal qattiqroq gapirib qo'ygani uchun alamini zurriyodidan olibdi. Nima dedi? Gapiring, Mirzayeva. Nima, jim o'tirasizmi? Qiya eshikdan kuzatar ekanman. Ona nomiga nomunosib, bag'ri tosh maxluq, qornida 9 oy ko'tarib yurgan o'g'ilchasining ahvoli haqida qiziqmayotgani uchun
bo'g'ib o'ldirishga tayyor edim. Gapiring, eringiz nima degandi? Taloqmi? Yo'q, dedi u ensasi qotib. O'g'il tug'sang, brilliant ko'zli komplekt olib beraman degandi. Endi o'shani olib bera olmasmish. Rossiyada krizis, chida deb bahona qildi. Keyin nima bo'lganiga aqlim yetmay qoldi. Ayolga savol berayotgan tergovchi bir musht bilan u mal'unani yiqitib, duch kelgan joyiga ayamay tepa boshladi. Mirshaplarni vahshiy deb eshitganman, ammo hozir vahshiylashib, ko'zi qonga to'lgan tergovchini harakatlarini yoqlab, unga qo'shilishga ham tayyor edim. U tunda kasalxonamizga borgan va milt-milt yig'lagan ko'ngli bo'sh Melisaga sira o'xshamasdi. Agar 3 kishi arang to'xtatib qolishmaganda, jazoga loyiq iblisaning o'lib qolishi aniq edi. Uyga qaytyapman-u, o'zimga savol beraman. Bitta brilliant ko'zli zirak Alloh bergan bebaho omonatdan qimmat turadimi? Erining bir og'iz gapi uchun qiynalib tuqqan arzandasidan kechish mumkinmi? Men ham ayolman, onaman. Turmush o'rtog'im ba'zan nimalar demaydi. U va'da bergan qancha narsalar ikkalamizning ham esimizdan chiqib ketadi. Ammo biron marta o'sha arzimas matohlarni deb qora ko'zlarimdan alamimni olmayman-ku. Dunyoda minglab tirnoqqa zor insonlar bor. Bitta bola uchun hamma brilliantlaridan voz kechishga tayyor ayollar ko'p. Eriga achchiq qilib, farzandini telefonda gaplashib o'tirgan joyiga ko'chadagi o'rindiqqa qoldirib, kirib uxlab qolgan kelin o'zbekmi? Musulmonmi? Ha, ming afsuski, u o'zbek. Ming afsuski, eriga achchiq qilib, farzandini telefonda gaplashib o'tirgan joyiga ko'chadagi o'rindiqqa qoldirib, kirib uxlab qolgan kelin musulmon. Muslima, yo Alhazar, nafs qullariga o'zing insof ber. Bu nobakorlarga bola emas, bo'yi barobar tilla va brilliantlar berib, ularni shu holatda ko'mib tashlasang bo'lmaydimi? Kun bo'yi kayfiyatim bo'lmadi. Chopqillab yurgan kichkintoyimga qarasam, hamma joyi yirtilib yotgan bolakay ko'rinaveradi. Uning hayotga qaytgani mo'jiza. Ilohim otasi tezroq qaytib, uni bag'riga olsin. Ona nomiga nomunosib bu alvastini o'sha itlarga talashsa ham roziman. Zero unda momo Havodan qolgan muqaddas tuyg'u onalik mehribonligiga zarracha ishonmayman.